Hurmatli obunachilar, sizlar uchun 1,5 soatdan iborat bo'lgan 2 etajli imoratimiz sotuvga chiqyapti. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi obzorimizda 1,5 soatdan iborat bo'lgan uchastkamiz sotuvga chiqyapti. Ham uchun narx qiziq. Narxi 56 ming AQSh dollar so'rabdilar. Biz ham qo'ldan kelguncha harakat qilib savdolashib olyapmiz. Bilmadim endi qimmat arzon buni albatta sizlar hal qilasizlar. Lekin bitta opaxonimiz iltimoslari bilan shu xo'jonamiz uyini reklama qilamiz. To'g'ri tushuninglar. Sharoit shunaqa bo'lib qolgan. Hech kim ham uy olib sotaman deb niyat qilmayapti. Uchastka teng bo'ldi. Bu uchastkani 2 etaj qilib o'zlari ko'targan ekan. Qurilish turi g'ishtdan qilingan ekan. Xonalar soniga keladigan bo'lsak, 5 ta, adashmasam 6 ta xona, bitta kuxnya va bitta sanuzdan tashkil topgan. Ana bu darvozaxona qismi juda ham keng va katta. Mahallamiz o'ziga bemalol mashina kirib kelish imkoniyatiga ega. To'liq darvozani tagigacha. Mashina qo'yish uchun ikkita bemalol yengil mashina sig'adigan joyimiz mavjud. Oz-moz xarajat qilsangiz juda ham chiroyli uchastkaga aylanadi. Ana bu birinchi qaraydigan bo'lsak, sanuzimiz. Sanuzda potolka kafil qilingan. Ana bu qismda vanniy xonamiz. Vanniy xonamiz ham ko'rasizlar, kafillar terib qo'yilgan. Endi bu sharoit shunaqa bo'lib qoldi. Endi sotaman debdilar. Biz ham kelib qo'ydik shu uchastkaga. Ana bu joyda kompaktniga bo'lgan kuxnyasi. Da remont bo'lsalar juda chiroyli uchastkaga aylanadi. Nasib bo'lsa tashqi fasadlarni remontlarni bo'lsalar. Ana bu joyda birinchi xonamiz. Birinchi xonamizni ko'ryapsizlar. Oqartirib qo'yilgan devorlari, oyoqda esa o'zlari uchun podval qo'ygan. Podvalning balandligi 1 metrcha chiqib qoladi debdilar. Eshiklarimiz hammasi akoplast romlar qo'yilgan, oynalari ham akoplast romlar ekan. Ana bu joyda kattakon va keng bo'lgan zalimiz. Zalimizni ko'rsataylik. Zalimiz oyoqdagi to'liq pol qilingan. Uyimiz balandligi bemalol adashmasam 3 o'yin chiqib qoladi. 56 ming AQSh dollariga olsalar, ya'ni shu ko'rsatilgan uyimizda ikkilamchi kredit asosida ham xarid qilishlari mumkin. Xo'p. Manzilda aytadigan bo'lsak, manzil Buxoro shahar Sharq. Yagona darcha yoki bo'lmasa orientirda birinchi maktab deb kelsalar ham bo'ladi. Joy juda ham zo'r joy, bilasizlar, shahar sentrida. Ikkinchi etajda nasib bo'lsa obzorni ko'ramiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, xonalarimizni tanishtiradigan bo'lsak, bu qismda bir kampirlik uy solingan va bu qismda yana bir kampirlik uy solingan ekan. Mo'jizani bitta ko'ring va asalchalarni bitta ko'ring. Mana birinchi xonamiz esa ko'rishlaringiz tutqichchalarmi? Yaqinlashtiring. Chiroyligini qarang. Alloh mo'jizasi. Nima chiroyli. Mavjudotchalar. Ana bu joyimiz, hop, kirganimizda bitta hol qilganlar. Bu qismda spalni, bu qismda bitta zal qilib ekanlar. Xonalar soniga keladigan bo'lsa, adashmasak 5 ta bo'ldi. Ana bu bitta spalnimiz. Spalnimiz ham sirayli remont. Oynalari, akoplast romlari, bu qismda eshiklari MDF cho'p eshiklar qo'yilgan ekan. Sizlar ko'ryapsizlar, anaqa jarobka deyiladi, shunaqa qilib qo'yilgan ekan. Ana bu joyda ikkinchi xonamiz. Ikkinchi etajga o'g'illar uchun ko'ryapsizlar, o'zlariga yotoqxona qilib bergan, sharoit yaratib bergan xo'jonamiz. Hurmatli obunachilar, xo'p. Ana bu ikkinchi etaj o'zida adashmasam, ana bu joyimizda plita yotqizilgan deb aytdilar. Aniqroq yana biz ochib qaramadik. Kelsalaring uy egalari bilan gaplashib olishlari mumkin. Narxi 56 ming AQSh dollar so'raladi. Nasib bo'lsa, savdosi ustida bo'ladi inshaalloh, xudo xohlasalar. Xohlaylar kredit, xohlaylar naqd pul evaziga. Manzil Buxoro shahar, Sharq, birinchi maktab deb kelaverasizlar. Yaxshi kunni ko'rishguncha.